Hurmatli ota-onalar va aziz o'quvchilar, Toshkent viloyatida yagona bo'lgan Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabi yangi o'quv yili uchun o'z qabul jarayonlari boshlanganini ma'lum qiladi. Maktabimizga umumta'lim maktablarini 4-sinfini tamomlagan o'quvchilarni musiqa yo'nalishiga 5-sinfdan, 8 va 9-sinfni tamomlagan o'quvchilarni esa barcha yo'nalishlar bo'yicha 9 va 10-sinflarga qabul qilamiz. Jumladan, musiqa yo'nalishiga fortepiano ijrochiligi, torli cholg'ular ijrochiligi, damli va zarfli cholg'ular ijrochiligi, estrada cholg'ulari ijrochiligi, xalq cholg'ulari ijrochiligi, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada xonandaligi, musiqa nazariyasi va xor dirijorligi, san'at yo'nalishlariga esa xalq raqsi ijrochiligi, madaniy ma'rifiy tadbirlarni badiiy bezash, drama teatri va kino aktyorligi mutaxassisliklari bo'yicha o'qitiladi. Ta'lim olish mutlaqo bepul. Maktabimiz bitiruvchilariga davlat namunasidagi diplom va o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi beriladi. Hujjatlar 1-iyundan 1-iyulga qadar qabul qilinadi. Manzilimiz Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 307-uy. Batafsil ma'lumot uchun 99 kodi bilan 796 0790 hamda 95 kodi bilan 055 0028 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabi iste'dod va orzular uchrashadigan maskan. Unutmang, san'at shunchaki kasb emas, u kelajak sari ochilgan eshikdir.